Tep? Va bitta top teplab tepay. Tepsang golu. Atajonisi, sizga bitta gapim bor. Nima deysan? Men hech qaysi bir xotin qilmagan ishni qilmoqchiman. Sizga ikkinchi xotin bermoqchiman. Xotin sen shunaqa gapirsanki, seni yaxshiliging bilib turib olganman. Sen keyin chiroylisan. Hammadan ajralib turasan. Sen yagona xotin, sen bittadan sen shakarsan. Yo'q, senga shakarda, sen asalsan, xotin asal, marmalad qiyomsan. Tilingga shakar, o'zingga shakar. Sen bittasan, sen yagonasan, onasi. Voy adasi, hech o'zimga e'tibor bermagan ekanman. Ha, shunaqa go'zal ekanman. Ikkinchi xotin kerak emas. O'zimga yashayvering. Nima qildi ikkinchi xotinni? O'zimda gunoh